bugungi mehmonlarimiz haqiqatan punktualni juda ham bir nima deydi, mas'uliyatli insonlar tashrif buyurishgan bizga. Xo'p, birinchi mehmonimizni chaqiramiz. Boya aytib o'tganimizdek, ko'pchilik san'atkorlarga juda chiroyli taronalar yaratib bergan va shuni qo'shiqlarni ijro etib, mashhurlikka ega bo'lgan ajoyib bastakor, ham jilolovchi, ham shoir, ham bastakor Bahodir Nizomov. Marhamat. Biz juda ham xursand bo'ldik Bahodir akani ko'rib. Bahodir aka. Sana uxlayapsan shekilli. O'tiribdi. To otini aytmaguncha. Assalomu alaykum. Uxlayapsan, men hozir turib. Assalomu alaykum. Kimda o'tir? Menimda o'tir. Bizda hozir mikrofon olib kelinadi. Chunki bizda quloqchinli mikrofon. Aslida mehmonlar menimda tayyor turishadi chiqishga-da. Sen o'tiribsan bemalol. Aytolman, bastakor, shoir. Kamtarin inson, Shukraka. Kamtarin inson desak adashmagan bo'lardik. Haqiqatan. Assalomu alaykum. Bahodir so'rashib qo'y tomosha. Xush kelibsiz Bahodir aka. Ertalabdan salomlar. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Biz ham juda ham xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Мне просто понравилось, когда мы объявили его, он такой просто... Он сидит там, сидишь, я его говорю. Про него говорю. Bastakor, shoir, zo'r jilolovchi. Sen o'tiribsan. Shukrak, mana shu yerda hozir. Sen Bahodir Nizom degandan keyin, meni chaqirish shekilli edi. Keyin vali xotirjam. Lekin mashta bilsak bo'ladi-da, baribir. Haqiqatan kamtarinligini, manmanlik bilan chiqmadilar. Juda ham oddiy holat, kamtarin holatda chiqdi. Meni bu ham uyqusiradi, men ham. Yo'q, uxlamagan У меня ekanlar. есть вопрос. Нестандартный вопрос. Juda kamtarsanmi? Шкрулеки, у меня нестандартный вопрос. Умеете ли вы спать с открытыми глазами? Lekin zo'rg'a turib kelyapman. Mana bilyapman. Kechqurun ishlaydi o'zi bu. Потому что, да, творческие люди в основном же вдохновение приходит именно... Вы ночью пишете, да, песни? Да. Ana, men bildim. Kechqurun ilhom keladi-ku. Hop, hurmatli azizlar, mana shu Bahodir yigit ko'pchilik bir xil taniydi, bir ko'pchilik tanimaydi, lekin ko'pchilik san'atkorlar aytmaydiki, palonchini qo'shig'i, pismononchini qo'shig'i deb aytilmaydi, lekin Bahodir juda ko'p ijodkorlarga, juda ko'p san'atkorlarga Bahodir aka. qara Bahodir. Bizning Ko'kmari savdo belgisi ishlab chiqarilgan. Bizniki mana bunaqa idishda, senga mehmonga Ko'kmari. Alohida e'tiborda. Aytgani yo'q, shuning uchun olmayman qo'limga kurishkasini. Bergandan keyin qo'limga olaman. Xullas, Bahodir shular ko'pchiligiga juda bir chiroyli taronalar yaratib beradi. Oxiri qilgan tarona, hit tarona qaysi bo'ldi? Yulduz opa Turdiyeva, sevgimiz boshqa. Biz sevgini boshqa mana. Ertalabdan esladik hozir. Boshlanishi bilan shu qo'shiqni esladik. Efir boshlanganda shu qanaqadir hamma yoqqa ommalashib ketdi-ku shu qo'shiq. Juda ommalashdi. Juda ommalashdi. Hamma sevishganlar, o'zi Keyin ko'radilar shu qo'shiqni. Er-xotinlar bir-birini ko'ra olmagan, birasi o'zini chiroyli ko'rsatish uchun bundoq qo'yib qo'yishibdi. Bizni sevgimiz boshqachasi qo'llardan ushlab, ovqat yedirib, keyin bir pasirib, kadr tugagandan keyin ayting qo'rsan, urushib ketdi, janjal bo'lib ketganlar. Lekin lekin shu qo'shiq ko'pchilikka romantik, haqiqatan muhabbat berdi. Muhabbat. Haqiqatan tinchlik berdi. Muhabbat qaytarding. Bu qatdan keldi bu ilhom? Uylangansan-a Bahodir? Yo'q, endi 10-fevralda xudo xohlasa. To'ylar muborak bo'ldi mana. To'y o'rtoqlar, ana. Xudo xohlasa boramiz Bahodir aka. Kelin bastakormi? Yo'q, san'atkormi? San'atga tegishli emas. Pishirib Poliglot, u til. Til bo'yicha. Tili birammi? Unaqa ham. Tili uzunmi? 15 qarich. 15 qarich. Diloram kechir. Voy, ush kechir, voy, ana. Voy, kechirmasa, voy, povut berib qo'yibdi. Voy, ish qiladi bo'lmasam. Voy. Mahmudda hozir qilyapti. Diloramisiz-da? Diloram qo'shig'ari baxtli bo'ling. Rahmat. Men Diloramga ketaman, senga. Mayli. Menga ham tegishli. Endi ikkita inson bitta bo'ldi-da. Siz yaxshi yigitga kelib turmush o'rtoq bo'lyapsiz. Kechasidan uxlamaysiz. Quloqingiz tegida uxlaganda ham mana shuni g'ing'illab chiqaveradi bu. G'ing'illab. Qo'rqib ketmang. Ijod bilan doim. G'ing'illaydi, ijod qiladi, ting'illaydi. Kechqurun uxlamay qolasiz, lekin sizga yaxshab atab she'rlar yozadi, qo'shiqlar tayyorlaydi. Eng zo'r hozir kenayimizga aytishimiz mumkin. Eng zo'r qo'shiqlar har doim sizdan o'tadi endi. Siz Mana bitta spesiy qilsak, mana Yulduz Turdiyevaga bizning sevgimiz boshqacha bu qo'shiq o'zi yaqinda chiqdi. Shu Diloramga atab yozdinglar shuni menimcha. Yo'q, o'zi 2 oy bo'ldi tanishganimizga. Undan oldin. Qatdan keldi bu? Lekin nimaga Feruza Jumani yozib olgan qo'shig'i bilan bir xillik? Unga ham shu qo'shiq. Feruza opa u qo'shuvni Jim sevishaydi. lekin eshitib menga bergan deganlarida Yulduz opa olib bo'lgandilar. Xullas shunga o'sha o'xshagan qo'shiq o'qib beraman desam, yo'q, endi unaqasi boshqa chiqmaydi, aniq dedilar. Shu 2 kun o'tib yozib
eshittiruvdim. O'xshashib ketadi ikkalami. O'xshashib ketadi, chunki hozir men umuman boshqacha yo'nalishda berganimda Feruza opaga yoqmasada, ikkagan o'xshashroq bo'lganini yaxshi tarafi ham odamlar gapirmasa hozir qo'shuvni, menimcha hamma qo'shuvlar qatori qolib ketadi. Lekin o'xshashligi bor ikkaloni. Endi bitta odam yozdi. Men sraz bilaman-da, men bitta odam yozganda. To'g'ri topdingiz. Sraz bilaman, o'xshashligi bor, bir-biriga anaqasini olgan. Shunaqa. Lekin Yulduz Turdiyeva ikkalovi ham chiroyli chiqqan, lekin Yulduz Turdiyeva bu qo'shiq juda ommalashdi ko'pchilikga. Juda o'ziga o'tirdi shu qo'shiq. Yarashdi. Yana kimlarga qaysi qo'shiq hit bo'ldi? San'atkorlar berdi. Mana shu 2025-yilda 2025da Muzaffar Abdaziyevga bergan. Onam kasalman demang, u 2022. Onam kasalman demam bilan Muzaffar Abdaziyev hozir 7 ta dom, 8 ta uchastka, 2 ta mashina, xotiniga uy-joy, ana ikkinchi anaqasiga yana uncha muncha. Shuni aytsam xafa bo'ldilar-da. Ha, eshitdim men oralari bo'lgan anaqalarni. Muzaffar aka. Ha. Rostdan ham ketgan safarda u. Yo, o'zlari ham aytdilar. To'g'ri aytding dedilar kelgan. Ha, men aytdim, nima xafa qildingdan Bahodir dedim. Rozi qilibsiz. Yaxshi qilibsiz. Yo, o'z mana shulan bo'lgan u deydi. Men anaqa qilganman deb, Bahodir qilib berganman dedim. Bitta onam nechinchi yil bo'ldi? 4-5 yil bo'ldi shu qo'shiqda. 5 yil bo'ldi. 2022 deyaptilar. O'shandan shu Muzaffar Abdaziyev ana kuni keldi-yu. Ha, suhbat bo'ldi bizda. Bo'ldi. Gaplashdik. Ha, bitta shular bilan qanaqa onam kasalman demay, onamni borib onani pensiya pullarini olib qanchasini ishlatib yubordi bu bola, baraka. Yana qaysi qo'shiq bo'ldi? 2025-yil qaysi san'atkorga? Esimda yo'q. Asosan Ko'pchilik Ziyoda san'atkorlar Qobilova, Ziyodaga beradi. Ziyoda kulib qo'y. Kulib, ha. Sevgisini o'z qo'li bilan berib qo'yganlar qancha. Ha. O'sha bo'ldi. Yulduz Usmonovga qo'shiq beryapsanmi yo'q? Yo'q, endi ustozimizga o'zlari biz taklif bilan bir berib chiqmasalar. turadingmi bir qo'shiq berarding. oldinlari. Ha. Xo'p, yana qaysi san'atkor qo'shig'i? Mo'ldapa Asalxo'jayeva, Lola Ahmedova. Ko'pchilikni ko'ramiz biz. Ko'pchilik san'atkorlar baribir yangiliklar bor deb albatta aytib o'tishadi. Yangiliklarni biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p doim kuzatib boramiz, ko'ramiz. Premyeralarni. Senga misolchi mana zakazda tushadimi misolchi? Meni farzandimga bag'ishlab qo'shib bergan. Ali boylardan misolchi. O'zida qolib ketadi, u qo'shuvlar endi xalqqa chiqmaydi albatta. Pul to'lab yozib bering, musiqalar bilan birgalikda. San'atkorlarga yoziladigan qo'shuvlardan ko'ra, aytayotganingizdek zakaz ko'proqda. Ko'pmi shunaqa zakaz? Kim ko'proq ijro etadi shu qo'shiqlarni zakazni? Hamma taniqlilar ijro etadi, faqat ommaga chiqmaydi u qo'shuvlar. Nimaga? Zakaz ichki talabiga binoan chiqarmasin deyiladi. Xohlashmaydi. Muzaffar bitta qo'shiq qilgan, Abdazi, uni ham sen qilib berdingmi? O'sha qaysi tanishini qizi qilgan ekan. Yo'q, u meniki emas. Qizim degan qo'shiq Soliha qizim. Soliha qizimmi? Xadicha qizimmi? Soliha qizim. Keyin Yorqin xo'ja ham qo'shiq aytgan. O'sha bir olam shodliklari senda. Kimniki u? Meniki. Sen qilib bergansan. Bu ham zakazning qo'shig'i o'zi aslida. Aslida. O'sha bir insonni navarasiga bag'ishlangan, qiz navarasiga bag'ishlangan. Shunaqa ularga yoqmagan, keyin lekin bu ko'pchilikga yoqdi lekin bu. Xalqqa yoqdi. Xalqqa yoqdi. Zakazchiga yoqmagan. Bo'ladi. Lekin xalqqa yoqdi bu qo'shiq. Bir xil paytgacha mana bunaqa narsa borda, hurmatli o'rtoqlar. San'atkorga o'ziga yoqmasligi mumkin qo'shiq. Ha, lekin xalqqa yoqadi. Meni hech esimdan chiqmaydi. Har safar aytaman shu voqeani, men o'zim ko'zim rahmatli Muxurdagan bilan yurardim yoshligimda. O'sha 80 o'sha kalta yegan yillarda, kalta. Muxuraga 88-yil shaharda mashhur bo'lgan, lekin hali O'zbekiston tanilmaganda, ana akalari unga qo'shiq olib kelganlar. Qiz bola qo'shiq hali illila, o'sha qiz bola kelur, soy bo'lib, mana qo'shiqni aytgan yaxshi bo'ladi degan edi. Muxuraga mensimagan shu qo'shiqni o'zi. Ular boshqa Eynozaning qo'shig'i mashhur bo'lib ketadi deganlarda, boshqa qo'shiq bergan ukalar Husnidagi Xoliq. Husnidaga. Muxurdagi buni prosta studiyaga kirganlarda, studiya prosta kirib pantdan aranjov qilishganda qiz bola kelur, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib, qoshi yashab ashlama deganlarda, men guvoh bo'lganman shu narsani. Etmay qo'yasiz, eting deyapman mana. Hamma etavering degan. Qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib, qiz bola yor, qiz bola siz bor, biz bor, biz bola yor. Bo'ldi, chiqib ketganlar. Mana shu qo'shiq Bahodir agar ishonsanglar agar butun O'rta Osiyoni egalladi shu qo'shiq. O'zlar bilmagan holda bu kaset orqali tarqab ketgan, kasetga chiqqan, u paytda unaqa kliplar. Ijtimoiy bo'lmagan u payt. 89-yil. Endi shu qo'shiq shunaqa tarqab ketganki, bitta mensimasdan, misol uchun nazarga olmagan qo'shig'i butun dunyo desagan bo'ladi.
O'rta Osiyo tarqab ketdi-da, qiz bola qo'shiq. Mana shu to'ylarga boramiz, muxur bo'lib ketdi o'shanda ekan. Ana shundan keyin qarang. muxurda xoliq bo'lib ketdilar-da. Konsertda, to'ylarda 70 martalab ijro etgan shu qo'shiqni. 70 martalab Vodiyli va Surxon tomonlarga borganimizda. Haligacha mana Shohruxxon. Haligacha shu aytiladi shu qo'shiq. Puli bo'lmaydi, o'sha uchun san'atkorga bitta qo'shiq omad olib kelishi hech gap emas. Shuning uchun ham mana shu Bahodir ham o'zi ham bilmaydi qaysi qo'shiq mashhur bo'lib ketishini. Lekin bari ko'nglingda bo'ladimi, o'tadimi shu qo'shiq sal Hammasi o'tadi-da, faqat odamiga tushmaydi ko'pincha. O'zi Yomon yozdim degan qo'shig'im bu o'zi yo'q-da men uchun. Hammasiga qanaqa qo'shiqlarga mehr bersam, o'shanaqa yozib, bitqazib, faqat shu tushmay qolsa egasiga o'shanga. Nimaga o'zing ashula aytmaysan? aytadilar. Endi aytyapman-da. O'zi aytmoqchi. Qo'shig'ing bormi? Olib kelganmisan qo'shiq? Bugun bizda premyera bo'ladi albatta va Bahodir Nizomovdan bir chiroyli qo'shiq eshitamiz va sahnaga taklif qilamiz albatta. Bahodir aka, sizni sahna sizni kutyapti va bu qo'shiqni biz ham intizorlik bilan eshitmoqchimiz. Marhamat, Bahodir Nizomovga navbat. Osmonda yurdim, ba'zan ostona bo'ldim, unga yuragim berdim, sevdim yomon. Ah, Majnundek devona bo'ldim, goh tirilib, gohda o'ldim, olovsiz ba'zida yondim, qoldim omon. Sen ishqmisan, jazomisan, balomisan? Sen o'tmisan, olovmisan, havomisan? Aytakmisan, davomisan, navomisan? Oh, hayronman, nima deyishni bilmayapman. Sevgini qurboni bo'ldim, goh uchdim, gohida qo'ndim, bir umr borimni berdim, beryapman hamon. Goh Majnundek devona bo'ldim, goh tirilib, gohida o'ldim, olovsiz ba'zida yondim, qoldim omon. Sen ishqmisan, jazomisan, balomisan? Sen o'tmisan, olovmisan, havomisan? Aytakmisan, davomisan, navomisan? Oh, hayronman, nima deyishni bilmayapman. Sen ishqmisan, jazomisan, balomisan? Ay dardmisan, davomisan, navomisan? Bravo, bravo. Farid, tabriklaymiz. Rahmat. Tugalishini xohlamadim, to'g'risi. Yana davom bo'ladimi deb o'ylasam, tugatib qo'ydingiz. Shirin narsa kam bo'lsin dedik. So'zini kim buni? O'zimga. O'zing yozding. Zo'r Sen chiqdi. o'zing. Musiqa ham o'zimga. Aranjirovka do'stim Umidniki. U bilan 17 yildan beri birga ishlaymiz. Hamma qo'shiqlarni aranjirovkasini u qiladi. Maslahat qilib, Ha, birgalikda. birgalikda. Shunaqa. Yamanda. Tekinga tushibdi, shu o'zing ishlaysan. Ha. Tekin. Mabodo endi zo'r bo'lib ketsa, Ha. omad ham sherikchilikda-da.
Xudo xolisa. Juda chiroyli tarona. Xudo xolasa. Rahmat. Hop, avvalambor sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Rahmat, Katta katta to'xtamagan, mana 10-fevralda to'yi, xudo xolisa. Endi hali bizdan to'yga yetgani yo'q endi. Hozir aytaman. Обязательно keling. Aytasan. Taklifnomani qilmadik, modadan qolib ketibdi-yu. O'shanga og'iz aka aytyapman, hammani hammalar taklif qilaman. Bo'lmayapti hozir. Bo'lib ketibdi shunaqa. O'zi ilgari og'iz aka ketilardi to'ylarga, mahallada. Делают так? Уже пригласительные не дают? Да. Ну, наверное. Только Mana yangicha uslubda А, menimcha. онлайн. Да. Onlayn. Ana, onlayn. Ana Просто bo'ldi. чтоб- Telegramdan просто чтоб так- kelyapti to'ylar. Вот нет, рекомендую взрослому поколению все-таки передать пригласительные, потому что может случиться такое, что вы запланируете места, Да. да, а взрослые не придут. Lekin Понимаете? Bahodir aka mayli bu ham. Другие сейчас, по-моему. Ilgari Ha. to'ylarga borib aytilardi. Ha, uyga borib, To'ylarga Hurmat. borib, uyga borib. alohida aytilardi. berib, Hozir taklifnoma. Telegramda aytilyapti. Lekin bitta narsa, Da, da, mana da. onlayn Telegramda deyapti. to'yini tashlaymiz, 100 dollar rasmga olib tashlayapti. Mana to'yini deb Telegram orqali Shunaqa tashlayapti. bo'lib qolmasin Bahodir aka. To'yini onlayn kelmasin. Ya to'yini shart emas. Kelinglar bo'ldi, xursand bo'laman. Aytmoqchiman,